Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni Oyna jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar 16-noyabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Hamda sizlarning e'tiborlaringizga Qur'oni Karimda zikr qilingan payg'ambarlar ismini eslatib va ko'rsatib o'taman. Manba mihrob.uz dan olingan. Qani birgalikda eslab o'tamiz. Birinchi Odam alayhisalom, Idris alayhisalom, Nuh alayhisalom, Hud alayhisalom, Solih alayhisalom. Keyingilari Ibrohim alayhisalom, Lut alayhisalom, Ismoil alayhisalom, Ishoq alayhisalom, Yoqub alayhisalom, Yusuf alayhisalom, Ayyub alayhisalom, Shuayb alayhisalom, Musa alayhisalom, Harun alayhisalom, Yunus alayhisalom, Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom, Ilyos alayhisalom, Al-Yasa alayhisalom, Zakariya alayhisalom, Yahyo alayhisalom, Zulkifl alayhisalom, Iso alayhisalom hamda o'zimizning suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Mana azizlar, sizlarga eslatib o'tdim va navbatdagisi endi namoz jadvalini davomi. Mana azizlar, ko'rib eslab o'tdik birgalikda. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Like-da ayamaymiz va kanalda yangi bo'lsak, obuna bo'lishni yoddan chiqarmaymiz. Bu kanal samimiy kanal. Sizni bizga ezgu, yaxshilik ishlarda xizmat qiladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.